Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlarim. Bugun sizlar bilan yurtdoshimiz Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asariga yuzlanamiz. Boburnoma jahon adabiyoti manbashunosligidagi muhim va noyob yodgorlik. O'zbek adabiyotida dastlabki nasriy memuar va tarixiy ilmiy asar. Muallifi Zahiriddin Muhammad Bobur. Eski o'zbek chig'atoy tilida 1518, 1519-1530 yillarda yozilgan. Boburiya, voqeati Bobur, voqeatnoma, tuzuki Bobur, tabaqati Boburiy, tavorixi Boburiy kabi nomlar bilan ham ma'lum. Boburning o'zi esa voqea va tarix degan nomlarni ishlatgan. Boburnomada 1494 va 1529-yillarda Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindistonda sodir bo'lgan tarixiy siyosiy voqealarni yilma-yil o'ta aniqlik bilan bayon qilingan bo'lib, ular muallif hayoti va siyosiy faoliyati bilan bevosita bog'liqdir. Boburnoma o'zida bayon qilgan voqealar jarayoniga ko'ra 3 qismga bo'linadi. Boburning Movaroun-Nahr, Afg'oniston va Hindistondagi hukmronlik davriga bo'linadi. Birinchi qismda Boburning otasi Temuriylarning Farg'ona ulusi hokimi Umarshayx Mirzo xususida hamda Boburning Farg'ona taxtiga o'tirishi, ammo Temuriylar davlatida avj olgan taxt uchun kurash oqibatida o'z ulusidan mahrum bo'lishi, Samarqand uchun Shayboniyxonga qarshi olib borilgan jangu jadallar behuda ketishi va nihoyat toju taxtdan butunlay ajrab Hisor tog'lari orqali taxminan 250 navkar bilan Afg'onistonga yuz tutishi haqidagi voqealar batafsil zikr qilingan. Ikkinchi qismda Boburning Qobilni zabt etgani, so'ngra u yerda mustaqil davlat tuzgani, Eron shohi Ismoil Safiyning harbiy yordami bilan Samarqandni ishg'ol qilgani, lekin Shayboniylar Ubaydulloh sulton, Muhammad Temur sulton va Jonibek sultondan yengilib Qobulga qaytgani, keyin esa Hindistonni zabt etishga hozirlik ko'ra boshlagani xususidagi voqealar bayon etilgan. Uchinchi qismda esa Boburning Dehli sultoni Ibrohim Lodiyni mag'lub etib Shim Hindistonni bosib olgan va Boburiylar davlatini barpo qilgani haqida ma'lumotlardan iboratdir. Boburnoma 15-asr o'zbek badiiy nasrining yorqin namunasi sifatida sof badiiy lavhalar, jonli tasvirlar, an'anaviy lirik chekinishlarga boy. Nasriy matn ichida keltirilgan xalq maqoli, matallar, iboralar, ibratli o'gitlar, she'riy parchalar uning badiiyligini yanada oshiradi va o'ziga xos joziba bag'ishlaydi. Demak, kitobxonim Boburnomani yana bir bora o'qish uchun sizlarga tavsiya etamiz.